Şunun domla satığa çıqqan. Hazırda 5,5 milyon so'mdan sotuvda bitgan, tayyor, pishgan karishdan bo'lgan dom hech yerda yo'q. Faqat üzerimizde Urganch Xiva yo'lida şunun burler domni şu arka tarafında şu domda bor yurtdoshlar. Yana 5,5 milyon so'mdan doğru basib beraveradigan joyi. 1-chi etaj, 2-chi etaj, 3-chi etaj, 4-chi etajdan xudo xolasa domla sotuvda bor. Tayyor kadastri bitgan domlar bor yurtdoshlar sotiladi. 5,5 milyon so'mdan kvadrati. Ko'rib turganingizdek o'zini plashatkasini ham ega bo'ladi. Bu tarafdagi domdan bular qurib satgan, bu tarafdagi domdan shular qurib satgan. Ko'rib tursiz, qarang, pulini notariusda beravering yurtdoshim. To'g'ri, kadastrni, papkani, hamma dokumentini olib boriladi. To'g'ri, notarius o'zidan pulni to'laysiz. Xolasangiz agar siz subsidiya olaman desangiz, subsidiya ham taqlab beradilar. Umuman muammosi yo'q. Nechik to'lovda joy xarid qilaman desangiz, bunda yana tayyor kadastri, hamma dokumentini ega bo'lgan. Ertangi kuni afsuslanmaydigan kvartiralar sotuvga chiqdi yurtdoshlar. Podyezddan kiraverishini ham ko'rsatib o'taman yurtdoshlar. Podyezddan kirishi hamma yeri %100% bitgan. Gazdan, svetdan, suvdan hech narsadan muammo yo'q. 3 qo'ng'ishli bo'ladi. Yana ko'rib turamiz deyin. Hozir yana 2-chi etajga chiqamiz. Xolasangiz 2-chi etajdan olasiz, xolasangiz 3-chi etajdan oling, xolasangiz eng balandroq etajdan oladigan bo'lsangiz, o'yinlarni geliştirib beradilar, üstüne gelişaverasiz. 5,5 milyon so'mdan ozgina geliştirib beradi. Baland etajlarni bo'ladi. Endi giramiz hozir. O'ng tarafdan boshlaydigan bo'lsak, bu 3 xonali bo'ladi. O'ng tarafimizdagi yana ko'rinishi shuning shunday deb bitgan yurtdoshlar. Korobka dedik-ku, shu korobka variantidagi bitib, oynasi, hamma narsasi qistilgan, taq turibdi, shu dom. Shuning domlar sotuvga chiqqan yurtdoshlar, ko'rib turganingizdek. Bu yerda yana bir zo'r plus tarafi, gazdan muammo yo'q. Yana pishgan karushdan qurilgan, gazdan, svetdan, suvdan hech narsadan muammo qilmaysiz. Xolos yana shuning ko'rinishida bo'ladi. Bemalol sotib olaverasiz yurtdoshlar. Yana bir marta aytaman, hozirgi domlarni qurib turibdilar. Uni ham blokdan qurib turibdilar. To'g'rimi? Bu pishgan karushdan bo'lgan. Tushundingiz qarang, pishgan karushdan bo'lgan gaz o'tgan. Ko'p domlarda gaz yo'q. Shuni yaxshilab eshitib olsangizlar, gaz o'tgan zakoniy domlardan birisi bo'ladi. Yana ben ham ko'rsatib o'taman. Bu necha xonali? Bu 2 xonali, 2 xonali ekan. Bu yana 2 xonali. Giraverishingiz. Bu da yana banisi, bu tarafda kuxnasi. Yana shu chiqib turibdi yana. Muammosiz. Yana bir xonasi, bu tarafda yana bir xonasi yana. Yurtdoshlar. Yana bu tarafni ko'rsatib o'taman. O'zlarimizni Xivaga o'tib boraverishdagi burler. Ko'p odam biladi yana, burler dom desa, shuna qizil dom. Shuni orqa tarafida bu. Yurtdoshlar. Yana shu qizil domni orqa tarafida bu yo'lga qarab turibdi bu dom. Ko'rib turibsizmi? Shuni orqa tarafida yana. Bemalol sotib olmoqqa qo'rqmaysiz, muammosiz. Pulni aytkalasiz, shtir, tars oddiz o'tadi. Xudo xolasa, hamma dokumenti %100% tayyor. Muammosiz. Bu tarafda yana buni ham ko'rsataman. Banisi, kuxnasi, bu ham gazga turibdi. Bu tarafda yana bir xonasi, ular 3 xonali yana bular. 3 xona yana ko'rib turibsiz. Bundan bir xonasi bor, skvoznak bo'lib turadi, buni ochib qo'yasiz. Bundan havo aylanib, qanchalik kerakmaydi, xullas.